Assalomu alaykum. Ismim Zafar. Proxima kompaniyasida yetakchi DevOps mutaxassis sifatida faoliyat yuritaman. Ushbu kursimizda dasturlash hamda DevOps faoliyatidagi muhim toollardan biri Git haqida so'z yuritiladi. Bugungi kunda dunyodagi deyarli barcha katta va kichik dasturiy loyihalar Git orqali boshqariladi. Git loyiha ustida jamoa bo'lib ishlash imkonini berish bilan bir qatorda loyihadagi o'zgarishlar tarixini saqlash hamda qaysidir o'zgarish qachon, kim tomonidan, nima maqsadda amalga oshirilganligini aniqlashda katta yordam beradi. Kursni o'rganish va o'zlashtirish qulay bo'lishi uchun kurs bo'limlarga ajratilgan. Birinchi bo'lim Git haqidagi umumiy tushunchalar, Gitni o'rnatish, uni sozlash va shu kabi umumiy mavzularni qamrab oladi. Ikkinchi bo'limda Git tarixini boshqarish, Git branchlari, ularni yaratish, o'chirish yoki turli usullar bilan birlashtirish kabi mavzularni o'rganishingiz mumkin. Uchinchi bo'lim bo'lsa, lokaldagi Git repozitoriylarini GitLab yoki GitHub kabi remote repozitoriylarga bog'lash va ushbu connectionlar ustida amallarni o'rganishga bag'ishlanadi. Va nihoyat to'rtinchi bo'lim Git huklari hamda workflow haqidagi darslarni o'z ichiga oladi. Har bir bo'lim nazariy hamda amaliy darslar va shu bilan birga darslarda olingan bilimlarni mustahkamlash maqsadida laboratoriya ishi hamda kvizdan tashkil topgan. Laboratoriya ishlarida berilgan topshiriqlar bajarilganidan keyin platforma ushbu bajarilgan ishlarni tekshiradi hamda baholab beradi. Zarur hollarda laboratoriya ishlarini yana qayta topshirish ham mumkin. Undan tashqari, har bir darsni o'rganish jarayonida ushbu mavzuga tegishli bo'lgan muhim ma'lumotlarni qayd sifatida platformada qoldirishingiz mumkin va zarur hollarda o'ziga tegishli bo'lgan barcha qaydlarni faylga eksport qilib olishingiz mumkin bo'ladi. Kursni o'rganish jarayonida mavzularni ayrim qismlarini tushunishga qiynalgan o'quvchilar platformadagi AI yordamchiga savol berish bilan mavzu bo'yicha qo'shimcha ma'lumot olishlari mumkin. O'quv platformasi va kurs bo'yicha o'z fikrlaringizni qoldirishinglar mumkin va bu keyingi kurslarimizni tushunarli hamda sifatli bo'lishiga yordam beradi.